4-o'rin paranormal faoliyat. Ba'zi horror filmlar sizni keskin sahnalar bilan qo'rqitadi. Ba'zilari esa butun film davomida bezovtalik hissini uyg'otib turadi. Paranormal faoliyat aynan shunday filmlardan biri. Hikoya yangi uyga ko'chib kelgan yosh juftlik Mikka va Ketti haqida. Ular tunlari g'alati tovushlarni eshita boshlaydi va uyda tushuntirib bo'lmaydigan hodisalar sodir bo'ladi. Nimalar bo'layotganini aniqlash uchun Mikka videokamera o'rnatadi. Ammo yozuvlarda paydo bo'layotgan narsalar oddiy tasodif emasligini anglagach, vaziyat tobora dahshat tus ola boshlaydi.